Alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, o'sha gap mana shu ish yorimni hech qachon esdan chiqarmanglar. Jahongir Mirzo doim salomatlik, ulkan boylikni ko'p gapiradi. Nimaga? Chunki bu boylik bilasizlarmi? Oltindan ham qimmat, azizlarim, bilib olinglar. Tilla zarlardan ham qimmat bo'ladi. Pachka dollarlaringiz ham kerak bo'lsa, uni kerak bo'lsa qaytarib bera olmaydi bu boylikni. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? O'sha boylikni qadriga vaqtida yetadigan bo'lsa, vaqtida mana shu tanamizni davolab oladigan bo'lsa, siz bilan bizdan boy inson yo'qda, Allohning izni bilan. Endi o'zingiz o'ylangda, bir joyingiz og'rib turadigan bo'lsa, dunyo ko'zlaringizga shunaqangi tor bo'lib ketadiki, yeganingizda na chiqqaningizda kelibsa, halovat bo'ladi-da, tushuninglar-da azizlarim. Bir joyingiz og'rimay tursa, mana tani joningiz sog'mi? Kerak bo'lsa ashilla aytgiz keladi. Kerak bo'lsa Qur'onlarda qiroat qilgiz keladi azizlarim. Shuni bilib olinglar. Mendan juda ko'p so'rashadi, Jahongir muncha faqat hoji onalarda olib chiqasiz. Bu erkak kishilar yo'qmi bir gapiradigan deyishimizda ko'p gapirishyapti. Nimaga? Chunki meni hoji onalarim kelyapti-da meni oldimga. Mana har qanday insonni shifo topyapti, olib kelyapmiz. Mana shu birodarimiz ham mana bizni oldimizga kelganlarida 3 ta grijalari bor edi. Endi mana shu og'riqlar bilan oldimizga kelgan edi. Allohning izni bilan bir oylik iste'molni qilibdiki, ne ko'zlar bilan qaraylik, hozir mana juda ham sakinatda, halovatda o'tiribdi mana. O'sha boylikni hozir o'zida his qilib o'tiribdi. Xush kelibsiz, birodar, yaxshimisiz? Qarang, biz oldimizga kelishdan oldin sizda qanaqa masalan mana qiynalardingiz mana shu grijadan. O'shalarda bir ma'lumotini bersangiz zo'r bo'lar-edi. Qanaqa holatlarga kelib qoluvdingiz? O'tirib turganda qiynalar edi. Aha. Shu tizzalarim tortib bordi, engashalmasdim. Engashalmasidingiz. O'tirsam turishim qiyin bo'lardi. O'tirsangiz, turishingiz qiyin bo'lardi. Shu berimda shu 3 ta grijam bor edi. 3 ta grija, Hozir shu dorini ichdim. Ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Endi qarang, mana bizning obunachilarimizga yana bitta zo'r narsasi qizig'ini aytib qo'yaylik, chunki mana baytga kelganda ham aytganman mana sizga, to'g'rimi? Bir karra ilg'iydi, bir karra og'riqlar bo'ladi. Chidab berasiz deyman-da, bir xilga chidalmayapti-da, vahima qilishib kelishyapti. Yo bo'lmasam o'g'li telefon qilyapti, yo bo'lmasam qizi, yo bo'lmasam kelini, ana shu bir haftalikali mana ishni boshlaganingizda mana sizda ham shunaqa holatlar bo'ldi. Shu haqida bitta gapirib bering, shunisi ham qiziqdi ularga. 2 kun ichganimdan keyin tish soldirgan edim. Hamma tishlarim zirqirab o'lardi. Zirqirab tishlargacha og'ritdi. Zubnoga bir borgim keldi, bormadim. Bormadingiz. Gapingiz esimga tushdi, shu og'ritadiganingiz uchun bormadim. Hozir ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Oma dori ichmadingiz, og'riq qoldiradigan. Yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar azizlarim, mana tishingizgacha kelibsa og'ritadi. Nimaga? Sabab men aytamanki, bu smola nima degani? Smolani mana o'zbekchasiga maslaga tarjima qilib beray, bu yelim. Yelim bu. Mana shu maslaga ber ekan, bu 1000 yilgi yelim. 1000 yilgi daraxtni yelimi. Shuni bilib olinglar. Bu qayerda bo'ladi sizlar? Bu Himalay tog'larida bo'ladi. Tibetlarda bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? O'sha joylardan buni olib keltiryapmiz. Keyin ko'pchilik mana Xitoyda choyi bilan ham adashtirib qo'yapti. Xitoyda choyida yelim bo'lmaydi. Uni tarkibida faqat mo'miyo bo'ladi, yo bo'lmasam bitta choy bo'ladi. Tushunyapsizlarmi azizlarim? U bilan adashtirib qo'ymanglar. Keyin buni gapirgandan keyin juda ko'pchilik bozorlardan ham olib, gapni ochig'i ichi mazasi qochib qolyapti ekanda, meni oldimga kelibdi kecha kun bittasi. Sen gapirgan eding, seni gapingga bo'la meni dadam deydi, bozordan olgan ekan deydi. Ano attorlardan, sattorlardan mazasi qochib qopti. Ha, xo'p, men gapirgan bersam, dadam nima meni oldimga kelmadi deb shu savolni men o'rtaga qo'ydim-da. Meni o'zimni narsamga javob beraman. Men juda ko'p gapiryapman. Shuning uchun azizlarim aldanib qolmanglar. Bu narsa faqat mana shu yerda mana Farg'onada, Toshkentdagi magazinimda bo'ladi. Mana shu ko'rib turibsizlar, faqat sabr qilgan inson yutadi. Sabrni tagi oltin deb bejizga aytilmagan ota-bobolarimizdan bu qolgan gap emas buni. Shuning uchun tushuninglar. Mana shu bolaga mana aytib beryapti o'sha og'riqlar, to'g'rimi? Mana shu zirqiratib og'ridi deyapsiz. Hozir qarang, mana shu bir oylik iste'molda inshaalloh mana o'tirib turishlaringiz, ishlarga bo'lgan nimalaringiz unaqa qiyinchilik yo'q. Ancha yaxshi. Ko'rdim, keyin ham juda ham xursand sizni nimangizdan, holatingizdan. Endi mana shunaqa xursand bo'lib tursangiz, chunki oila boshlisizda mana. Ikkita yosh farzandlaringiz bor ekan, shularni baxtiga ilohim sog' yuring ilohim. Chunki mana yigit kishi hali baribir ko'chada yuradi, oilasini boqish kerak, boshqa qilish kerak, hech qachon muhtojligi qolmasin birovga. Mana biz mana shu boylikda shu ukamizga mana chiroqli nima qildik, ulashyapmiz. Ukajon, endi mana shunchalik komil shifo topibsiz, bizni haqqimizga bitta chiroyli duolarni qiling. Amin. Qilayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Maktablarning bundan da ulug' bo'lsin. Amin.
Amin. Topganlaring to'ylarga yaxshi kunlar. Amin. 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 Allohu akbar. Ilohim Parvardigorim, shu yerga mana umid qilib kelayotgan bandalaringga mana sendan so'rayapmiz, komil shifolar ato etyapsan. Kelganlarga va kelib ketayotganlarga ham o'zingni fazli karomating, rahmating ila komil shifolar ato etgin. Jonlarida huzur, halovatlari va salomatlari bo'lsin. Barchasini oilasida yaxshilik kunlar, to'ylar bo'lsin Allohim. Parvardigori olam noumid qilmagin hech qachon. Mana sendan nimaki so'ragan bo'lsak, beryapsan Allohim. Shunaqangi barchasidan yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni o'zing bizga ro'zai nasib aylagin. Rabbina atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arrahmanir rohimin. Amin. Allohu akbar. Mani Xudo xolsa endi ikkinchi oy mendan sizga sovg'a, mana nima olgan bo'lsalaring bilib qo'yinglar. Shifo topdim deb kelinglar. Labis. Mana qatta ko'rgansiz mana. Mana shunaqa qilib sovg'alarni shunga ulashib qo'yaman. Xudo xolsa bularni iching. Bizni kuzatishda Xudo xolsa davom etib turing. Hali shunaqangi ko'z ko'rib, quloq eshitmagan shunaqangi yangiliklarni ko'rasizlar. Buni men sir saqlab turibman. Endi birdaniga portlab ketmaylik deyapmiz-da. O'sha gap. Yangi chiqayotgan yulduzimiz, Xudo xolsa mana chiqayotganimizga 6 oy bo'ldi. Hali yillar davomida ko'rasizlar, bizni yutuqlarimizni quyosh bo'lib porlaymiz inshaalloh. Buni kim porlatadi? Mana shu xalq. Mana shu xalq tuzalsa, shifo topsa, gapirib bersa, mana kimdir, mana onajon tuzalib qolgansiz siz ham. Orqangizdan nechta odam olib keldingiz? Bir damas odamni olib kelyapti. Mana nima demoqchiman? Komil shifo topgan odam orqasidan mana ilinadi-da o'shalarga o'sha narsani. Mana yuringlar, boringlar, mana shunda shunaqa bor ekan. Men o'zimni sinovdan o'tkazdim deyapti. Mana alhamdulillah, Xudo oxirigacha bizni yuzimizni yorib qo'yarsin. Bir zum ham o'z holimizga tashlab qo'ymasin. Salomat bo'laveringlar. Laykni bosaveringlar. $1000 o'zi asrasini. Ha, negativlardan Alloh o'zi saqlasin albatta. Ular o'zi kelsin, mana kelsa biladi. O'sha negativ ham keldi bir kun, keldi. Mana shu yerda jajcha nima qildi, tortishdi. Gapni ochig'i tekinga shunday berdim shu narsani. Mana dedim, menga puling kerak emas dedim, lekin senga dedim, yomonlik qilmayman dedim. Mana dedim, Xudo ko'rib turibdi dedim, sana oldingda mana yuzimni yorib qiladi dedi. Haqiqatan ishonsangiz mana shu narsamni olib ketib iste'molini qildi. Bir oydan keyin kelib, men videoga chiqmayman-ku, lekin dedi. Manu dedi, o'sha menga bergan pulingizni 2 barobarini tashab ketdi mashatdan. Yana olib ketyapti-da, qarang, nima demoqchi? O'shaning uchun odamlar aldanib ketdi hozir. Mana unga boryapti, bunga boryapti. To'g'risida hali cho'kayotgan odam oddiy cho'kkan nima suyanadi-da. Nima demoqchiman? Boryapti-da, haligi ko'ngli dedi, natijani bermayapti. Aldanib qolyapti. Shuning uchun nima demoqchiman azizlarim? Avvalo o'sha berayotgan narsangizni tarkibini, nimaga shifo bo'lishini, tartibini yozib beringlar chiroyli qilib. Nima qilasizlar? U pul qo'lda kiri. Avvalo insonni qadrini birinchi o'ringa qo'yinglar. Meni maqsadim shu. Men uchun hozir birinchi o'rinda natija. Mana shu insonlarning qadri birinchi o'rinda. Shu narsani maqsad qilganman. Shuning uchun shunaqa gaplar. Salomat bo'lasiz, Xudo xolasa salomat bo'ling. Keyingi oyga endi bundan ham zo'r bo'lib yurib, endi yotmay ishlarga chiqing. Bo'ptimi? Ishlang, xo'pmi? Ishlayapsizmi axir? Ishlayapsiz. Bo'ldi. Ishlarni davom ettiravering, bo'ptimi? Salomat bo'ling. Mikrofonni menga olib